Insonni boshiga qanday kunlar tushmasin, u yashashni davom ettiradi. Ammo yashashning o'zi ba'zan og'riqli bo'ladi. Nega odam yashaydi? Nega u kurashadi? Bugun men sizlarga Yashamoq kitobi haqida gapirib bermoqchiman. Bu hikoya bir insonning hayoti, yo'qotishlari va sabr-toqati haqida. Yuy Hua qalamiga mansub Yashamoq asarida biz Fu Gui ismli oddiy dehqonning hayot yo'lini kuzatamiz. U avval badavlat, beparvo yigit edi. Lekin hayot unga ko'p sinovlar yuboradi. U qimorga ruju qo'ydi. Uydan, mol-dunyodan, hurmatdan ajraldi. Boshiga kelmagan musibat qolmadi. Xitoyda fuqarolar urushi bo'layotgan vaqti edi. Uni majburan askarlikka olishadi. Ya'ni urushga zo'rlik bilan olib ketishadi. Uning o'g'li Youqing hali yosh bola edi. U juda aqlli, mehribon, mehnatkash edi. Fu Gui unga katta umidlar bog'lab yashardi. Ammo u tasodifiy va achinarli voqea natijasida vafot etadi. Qizi Fengxiya kar-soqov, ammo juda yaxshi, sabrli va mehribon edi. Hayotda ko'p qiynalgan, ammo baribir ochiq ko'ngilli, sadoqatli inson bo'lib ulg'ayadi. Fengxiya turmushga chiqadi. Homilador bo'lib, tug'ruq vaqtida vafot etadi. Xotini esa uni kechirdi. U bilan birga qashshoqlikda yashadi. Og'ir kunlarni yelkama-yelka bosib o'tdi. Ammo hayot ularni ayamadi. Yashash bu faqat nafas olish emas. Bu bardosh, bu umid. Har yo'qotishga qaramay, ertalab uyg'onish. Fu Gui bizga shuni o'rgatadi. Yashash bu o'ziga qarshi turishdir. Bu kitob hayot haqida. Har bir og'riq, har bir yo'qotish ichida bir saboq bor. O'qing, yig'laysiz, ammo oxirida yashashga yana bir sabab topasiz. Chunki yashamoq kerak. Aziz kitobxon, men sizlarga Yashamoq kitobini qisqacha gapirib berdim. Agarda sizda o'qishga qiziqish uyg'ongan bo'lsa, Oltariq axborot kutubxona markazimizdan olib o'qishingiz mumkin.